Mamlakatimizda aholi farovonligini oshirish, ularning munosib turmush sharoitini yaxshilash muhim sanaladi. Bunda albatta tuman gaz ta'minoti bo'limi ishchi xizmatchilarining ham o'rni bor. Muxbirimizning hozirgi lavhasi Mirishkor tumanidan tayyorlangan. Pomuq qishlog'i tuman markazidan chamasi 50 kilometrlar uzoqlikda joylashgan. Mazkur hudud Turkmaniston Respublikasiga yaqin manzilda bo'lib, aholisining asosiy qismi ham turkman millatiga mansub. Mirishkor tuman gaz ta'minoti bo'limi chilangarlari ushbu uzoq manzilda ham bo'lishib, maishiy gaz ballonlarini aholi xonadonlariga vaqtida yetkazishmoqda. Bundan albatta qishloq odamlari xursand. Her bir mahallege muravik koyulan, özlerinin adamları var, şolar uylarına çeli ertiberediler. Bana hazır 2 gün oldu, bana yakında gazımı getirip verdiler. Minnettarım sulardan. Bizi kaynatsak hem, naharımızı pişirsek hemmesi yeterli, gaz olan var. Nali'den yerimiz yok. Hemmesi öz vaktinde yetip geledir, yeterli zatlarımız. Pomuq qishlog'ida ayni paytda 3556 nafar suyultirilgan gaz iste'molchilari mavjud bo'lib, ularning bu boradagi murojaatlari o'z vaqtida qanoatlantirilyapti. Xonadonlarda vaqtida issiq ovqat va choyning tayyor bo'layotganining asosiy sababi ham shu. Eng e'tiborlisi, bunday islohot aholi farovonligini ta'minlashda muhim omil bo'lmoqda. Albatta suyultirilgan gaz oyda bir marta ham vaqt olib turibmiz. Ishdan charchab borgan payti u turkmani o'zining milliy taomlari, milliy ovqatlardan ko'k choylardan ichib, maza qilib yashab yuryapmiz. Qishloq hududida barhayot, tinchlik, Gulobod, Pomuq, Bahoriston hamda Yangi qishloq singari 6 ta mahalla mavjud bo'lib, ularda 20 ming nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. Mazkur aholining 18 ming nafardan ortig'i esa turkmanlardan tarkib topgan. Shuningdek, ko'p millatli hududda o'zbek va turkmanlar bilan bir qatorda tojik, arab, qozoq, qirg'iz, rus hamda koreys singari millat vakillari ham bor. Eng e'tiborlisi, ular bir-birlari bilan ahil va inoq, hamjihat bo'lib istiqomat qilishadi. Mana bugungi kunlardan juda ham shukrona qilishimiz kerak. Endi bizda asl kindi qonimiz to'kilgan makonimiz mana shu Qashqadaryoning Mirishkori. Endi tejamkor bo'lmay hech qachon iloji yo'q. Hayotda hamma narsa hisobli. Nimani xor qilsak ertaga zor bo'lamiz. Shuning uchun biz albatta tejamkor, ehtiyotkor va iqtisodchi bo'lishimiz kerak. Ushbu cho'l hududi yozning jazirama kunlari yaqinlashayotgan shu kezlarda biroq issiqni tashkil etadi. Pomuq qishlog'i odamlaridagi samimiylik va mehr-oqibat tuyg'ulari ham ana shu iliqlikning zuvalasidan qorilgan desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi.